Assalomu alaykum, salomatmisiz qadrliklarim? Ko'pchilikni iltimos va talablariga binoan suxolotda chiroyli effekt dim chiqarishni o'rgatmoqchiman. Suxolotimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Juda ham ehtiyot bo'lasizlar bundan. Iloji boricha qo'llaringizni perchatka bilan ishlashga harakat qilinglar. Ayniqsa bolalardan juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Chunki kuydiruvchi xususiyati bor buni. Mana shunaqa moslama yordamida suxolotlarimizni mana shunaqa idishchalarimizga solib olamiz. Bu effektni bemalol mehmon kutish uchun foydalansanglar bo'ladi. Shunaqa ham chiroyli dasturxonlaringizga ko'rk beradi. Ayniqsa ovqat, taom suzilgan paytda hammani xursand qilasizlar. Ayniqsa bolajonlar juda ham xursand bo'lishadi. Faqat ehtiyot bo'lasizlar. Mana shunaqa idishlarimizga solib tayyorlab olamiz. Faqat shisha idishdan ehtiyot bo'lasizlar, chunki issiq sovuq bo'lganda yorilish xususiyati ehtimoli ko'proq bo'ladi. Va issiqdan iliqroq suvimizni solib olamiz. Qaranglar qanaqa go'zallik. Qanaqa xursand qilasizlar kelgan mehmonlaringizni. Juda ham chiroyli. Mana shunaqa dim effekt hosil bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Duolaringizda eslab qo'yinglar va bittagina yuringcha bosib qo'ysanglar bo'ldi. Salomat bo'linglar.